Buni ne yozadi? Ani gapni buni ikkita aniq yozaman. Qizil libosni. Ammo lekin siyosat. Anaqa Xitoylik, to'g'rimi? Qashqadaryolik aka, Xitoydan kelgan mehmon, kimda Toshkentlik akalar maza qilib gaplashib o'tirsa, hali Qashqadaryolik akani telefoni jiringlab qolibdi. Eshitaman, nima gap? Xo'p deb gaplashib bo'lib, bundoq qo'ysa, hali Xitoylik akamda telefonni olibdi, hali Qashqadaryolik akaning telefonini olib o'tib yubordi. Nima qilgan qilg'ingiz? Ne o'tib yubordingiz? Xitoydan zerikib keldim, yana Xitoy narsasini ishlatasan, ay. Men borganimda 10 ta 100 ta olib kelib beraman senga. Ishlatma. Hali aka muzdek bo'lib qolib Qashqadaryo ekan, nima qilib bunga qaytarsam ekan deb tursa, dasturxonga go'sht kelib qolibdi. Go'sht olibdi, otib yuboribdi. Bizda bundan rosa ko'p debdi. Borganimda bir 10 tonna olib kelib beraman. Sali Toshkentlik aka nima deb qaytarishni bilmabdi-da, nima qilsam ekan bularga, bizda nima ko'p desam ekan deb turib, hali Qashqadaryo ekan otib yuboribdi. Sen nima qildingiz? Xitoylik zo'r nima qildingiz? Bunaqa odamni da qo'yadi. Olib kelaman bir debdi.